Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga Dogecoin sayti haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Qanaqa ro'yxatdan o'tish, qanaqa elektron pochtamizni tasdiqlash va qanaqa qilib pul ishlash va qanaqa qilib darajalarni oshirish hammasi haqida bu videoda ma'lumotga ega bo'lasizlar. Videoni o'tkazmay tomosha qilinglar. Biz videoni boshladik. Birinchi navbatda biz login xuddi shunaqa oyna chiqqan paytda biz sign up tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Sign up tugmasini bosamiz va bu joyga username'imizni yozamiz. Bu joyga elektron pochta manzil kiritamiz va mana bu ikkita joyga parolimizni kiritib, captchani terib, create account qilamiz. Mana captchani terib bo'ldik, create account deb bosamiz. Xo'sh. Mana bizning akkauntimiz ochildi. Saqlab qo'yamiz. Va bu yerda endi birinchi qiladigan ishimiz o'rtoqlar, mana bu joyga bosishimiz kerak bo'ladi. Mana xuddi shu joyga bosamiz. Bu yerdan setting bo'lmay kiramiz. Va bu joydan o'rtoqlar, mana bu joyda verify email degan joy bor. O'shani bosamiz. Va bizga qarab tursanglar, tepada Gmail ga hozir xat keladi. Agar Gmailingizga mana ko'rdinglarmi, xat keldi. O'sha xatga kirasizlar, tushirasizlar. O'sha xatga kirsanglar mana shunaqa silka beradi. Ya'ni silkani ustiga bir marta bosasizlar. Bosganingizdan keyin mana bunaqa verifikatsiyadan o'tasizlar va sizlarga bir kun davomida spin aylantirganingizda sizlarga 2 barobar qilib pul beradi va undan tashqari 10 ta tekin spin tarqatadi. Ya'ni siz bu spin orqali darajangizni sekin-sekin oshirasiz bo'ladi. Hozir buni birma-bir ko'rsatib beraman. Hozir 1 daqiqa hammasini olamiz. Va o'rtoqlar, bu yerda bizga mana ko'rib turibsizlar, bizning darajalarimiz mana bu yerda ko'rsatilgan. Shu darajalar bo'yicha biz ko'rsatilgan summalardagi yutuqlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yutuqlarni biz bemalol pulimizni qilib chiqarsak bo'ladi. Hozir hammasini olib ko'rsaman. Biroz kuttiramiz o'rtoqlar. 1 Mana endi tugadi. Endi captchani terib, har soatda mana bonusni olib keturasizlar. Xo'sh, endi o'rtoqlar, mana bu yerda bizning levelimiz chiqarib qo'yilgan. Biz qanaqa qilib darajamizni oshiramiz? Buni hozir sizlarga ko'rsataman. Dice o'yiniga kiramiz. Masalan, misol uchun Dice o'yiniga kirdik. Bu yerda o'zimizga to'g'rilab olamiz joylarni. Bu yerdan avtoga o'tkazaman men. Bu joyga mana bu joyni o'tkazib, mana bu joyga 200 qo'yib olaman. Bu menga kerak bo'ladi. Ya'ni men hozir qo'ygan balansimni yutqizsam, menga 2 barobar qilib beradigan qilib o'ynalyapti. Ya'ni bu juda ham yaxshi degani. Xo'sh, maksimal minimalniy summa bilan boshlaymiz. Startni bosamiz. Mana bu yerda bizga foydamiz ko'rsatilyapti. Mana ko'rib turibsizlar, oshib, kamayib ketyapti, lekin biz balansimizda yaxshi pul bo'lsa, biz faqat foydada yuramiz. Lekin buni ham o'rtoqlar ko'p o'ynashni tavsiya qilmayman. Mana hozir 12, 15 bo'lgandan keyin men to'xtataman. 15 bo'ldi, to'xtatamiz. Даже mana 17 bo'ldi. Endi bizning darajamiz oshdimi yoki yo'qmi, uni bilish uchun spin bo'limiga o'tamiz. Ko'rib turibsizlar o'rtoqlar, hozir biz 17 yutgan bo'lsak, bizga 199 оборот aylandi, ya'ni 199 doji satoshisi aylandi bizda. Biz 50 ta Dogecoin aylantirganimizdan keyin bizga Iron uroveni ochiladi. Ya'ni bu har soatda 0.10 Dogecoin olishi
Aytib turibdi o'rtoqlar. Juda ham yaxshi. Ya'ni siz har bitta leveldan oshganingiz sari siz 2 barobar, 2 barobar, 3 barobar ko'p pul olasiz. Tushundinglar degan umiddaman. Gap tushunmagan bo'lsanglar kommentariyada yozib qoldirsanglar men tushuntirib yuboraman. Minus o'yiniga ham kirish tavsiya qilib turaman orada. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Minus o'yinida yana bitta taktika bor. Mana shunaqa. Plyuzi 10 dan birini qo'yasiz, minani 1 qilib olasiz, bet bosasiz. Bo'ldi, bitta yutuq chiqdimi, to'xtatamiz. Yana bitta boshqa tochkaga bosasiz. Bo'ldi, ikkita bo'ldi. Biza jackpotda foyda qilmagan bo'lsak ham, hozir ko'rdinglar, 19 mingdan 199 mingdan 399 mingga oshirib qo'ydik. Shunaqa qilib sizlar oborotinglarni tez-tez oshirib tursanglar bo'ladi. Keyin ruletka o'yini ham bor. Buni ham hammaga tavsiya qilaman. Juda ham zo'r o'yin. 10k dan qizilga qoraga qo'yamiz. Shunda bizning balansimiz 20 ming qo'yilibdi. Yana bittadan qo'yamiz. 60 ming bo'ldi. Endi o'ynaymiz. Bo'ldi. Bizning pulimiz qaytib keldi. Yana bitta. Yana bitta. Yana bitta o'ynaymiz. Shu bilan balansimiz 2% ga oshgan bo'ladi. Ya'ni darajamizni oshirishga yordam bo'lgan bo'ladi mana. Mana ko'rib turibsizlar. 429 ming bo'libdi. Bu degani biz yana 7 ming o'ynab olsak, shu bilan foizimiz 2 bo'ladi. Buni ham qo'yamiz hozir. 100k dan o'ynadik. 200k dan o'ynaveramiz. Bitta bet bosamiz. Yana bitta. Biz bu yerda yutqizishimiz faqat yashilga tushsak yutqizib qo'yishimiz mumkin. Atak mana bu qolgan hamma kattaga tushsa biz yutamiz, ya'ni даже yutmaymiz, pulimiz shunda qaytib keladi, lekin bizning ham darajamiz oshadi o'rtoqlar. Darajamiz oshdi, men hozir uni obnoy qilib ko'rsatib beraman. Chunki mana hozir ko'rib turibsizlar, 50 ni 1% bo'ldi, 1% dan oshdi. O'rtoqlar adashdim. 1% endi originalni 1% bo'ldi. Bu 2% bo'lish uchun biz 0.10 o'ynashimiz kerak bo'ladi. 0.10 bo'lganda 2% ga oshadi. Endi biz bu yerdan qanaqa qilib pul kiritib o'ynashimiz mumkin desanglar, agar o'rtoqlar, men buni ham yo'lga qo'yganman. Mana walletni bosasizlar. Mana shu kashlokka. Bu joyga pul kiritib o'ynasanglar bo'ladi. Men agar menga Telegram orqali bog'lansanglar, men sizlarga pul kiritib berishim mumkin. Summasini kelisha olsak, xudo xolisa men sizlarga tashab beraman. Keyin withdraw bo'limiga o'tadigan bo'lsak, biz pulimizni chiqarib olsak bo'ladi. Bu joyga Dogecoin adresimizni kiritamiz. Bu joyga chiqarmoqchi bo'lgan minimal summamiz, ya'ni 15 Dogecoinni chiqaramiz va withdraw bosib, biz pulimizni chiqarib olsak bo'ladi. Sayt orqali 100% to'laydi. Litecoin saytlari, Troncoin saytlari bilan bir xil ochilgan, 100% to'laydigan sayt o'rtoqlar. Bu yerda yana hozir referalniy sistemasi ham bor. Men uni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni sizlar referal chaqirganingizda, sizlar chaqirgan referal ana silkani jo'natasizlar, referalinglar sizlardan qo'shiladi mantiga. Sizlar chaqirgan referal har bonus olganda, ya'ni soatli bonus olganda 50% sizga o'tadi. Agar siz o'yin o'ynasa, agar 0.4% sizni balansingizga qo'shilib boradi. Mana bu yerdan keyin o'zingizni hisobingizga tushirib olsangiz bo'ladi o'rtoqlar.
Sizlar qancha ko'p aktiv odam chaqirsanglar, sizlar ishlamasanglar ham bo'ladi o'rtoqlar. Uning uchun sizlar aktiv odam chaqirishinglar kerak. Ya'ni sizlarda har soatda bonus olib, o'yinlar ko'p o'ynaydigan odam bo'lishi kerak. O'rtoqlar, xudo xolisa bu saytga ham pul kiritib yoki pul chiqarib, kursda video qilib beramiz. Kommentariy ham portlatib tashlashinglarga umid qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishda umid qilaman. Katta rahmat.